Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga juda ham bitta zo'r, kayfiyatni ko'taradigan yo'nalish haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Faqatgina videoni oxirigacha o'tkazmasdan tomosha qiling va kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Bu yo'nalishni tarixi ham bor, kelajagi ham bor, hozirgi kuni ham bor va ya'ni ertaga monetizatsiyadan uzib qo'yadi degan xavf ham yo'q bu yo'nalishda. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Bitta telefonni o'zida ham bemalol harakat qilib, bu yo'nalishda yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Faqatgina kameradan qo'rqmasangiz bo'ldi. Demak, hozir videoni tomosha qilamiz. Oxirigacha o'tkazmasdan sabr bilan tomosha qilamiz. Bittagina like bosib qo'ying. Kommentariyada yana keyingi videolarda qanaqa yo'nalishlarni olib chiqishimni xohlasangiz, bu haqida yozib qo'ying. Videoni boshladik. Demak, do'stlar, sizlar bilan bugun ko'rib chiqadigan yo'nalishimiz bu fanniy video yo'nalishi edi. Demak, men sizlarga bir nechta mana kanallar tayyorlab qo'yganman. Bir qator ko'rib chiqamiz hammasini. Mana bir chekkadan boshladik. Bu kanalga kiramiz. Mana ko'ryapsiz, kanal egasi o'zining videosini bu yerga qo'yib qo'ygan va mana bu bo'layotgan videolarga nisbatan reaksiya qilib o'tiradi. Даже kameraga qaragani yo'q. Kanal egasi даже kameraga qaragani yo'q. Ozgina videoga nisbatan reaksiyasini qilib kulib o'tiribdi xolos. Va bu narsa unikal kontent hisoblanadi. Mana bu videolar haqida ham gapirib o'taman video davomida. Like'larni yopib qo'yibdi kanal egasi. Bir kun avval chiqqan videosi 30 mingta ko'rilibdi. Yap-yangi kanal. 21 ta video bilan kanalda почти 3 million prosmotr to'plagan va kanal monetizatsiyadan oyiga примерно $4000 ishlaydi. Videoga to'g'ri aytmaydi, lekin bir haftalik prosmotrlar 417 ming, ya'ni birga bir hisoblaganda ham $400 bir haftada pul topadi. Kuniga $50-60 dan. Ko'rishingiz mumkin, mana 7 kun oldin, 4 kun oldin, 1 kun oldin, har 3 kunda bitta video qo'yar ekan. Siz bemalol har kuni bittadan video qo'ysangiz bo'ladi yoki 2 kunda bitta video, lekin videoning uzunligiga e'tibor beramiz. 20 minutdan uzun, 22 minut, 23 minut, 22,5 minut mana. Lekin prosmotrlar mana juda ham dahshat. Shunchaki mana, qaranglar. Mana bu videolar haqida ham video davomida aytib ketaman, qayerdan olish mumkinligini va o'zining reaksiyasini qo'shyapti. Bo'ldi, mana ko'rdinglar, prosmotrlar dahshat, zo'r. Monetizatsiyasi ham polibom bor bu kanalda. Xo'p, keyingi kanalni ko'ramiz. Yap-yangi kanal, disclaimer qo'yyapti. Xo'p, bir oy oldin qo'yilgan video 1,600,000 marta ko'rilgan, 4800 ta tabiiy like kelgan. Bu hech qanaqa nakrutka emas, tabiiy keladi shuncha like. Xo'p, 4800 ta obunachisi bor ekan, mana kanalning avtori. O'zining reaksiyasini qo'yib, tipa videoni ko'rib kulib o'tirganini qo'yyapti. Lekin agarda video boshlanishidan avval o'zi yuzi bilan, ya'ni to'liq formatda chiqib, inglizcha ozgina gapirib, kanalimga obuna bo'ling deb va video davomida videoni pauzaga qo'yib, to'xtatib gapirib, yana ozgina video ko'rgandan keyin, biror minut video ko'rgandan keyin yana bir ikkita gap gapirib, yana buni videoni pauzaga qo'yib, shunaqa formatdagi reaksiya qilgan bo'lganida, bu yana ham xavfsiz bo'lgan bo'ladi. Aslida xavfsiz yo'nalish. Demak, bir oy avval qo'ygan videosi 1,600,000 marta ko'rilyapti va kanalda jami 27 ta video bor. Xo'p, почти 2,800,000 prosmotr bor. Oyiga $3300 ishlab topishi mumkin kanal. Keyin qaranglar, 30 minutlik videolar. Demak, bunda RPM $2 dan baland bo'ladi polibomi va qo'ygan videolari mana normalniy prosmotr olyapti. Bu ham uzoq muddatda video qo'yar ekan. Va previewga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, previewda asosan mana bu ya'ni mem amakini ishlatyapti cholli va kulgili rasmlardan foydalanyapti va bu rasmlarni siz Gemini orqali ham yasasangiz bo'ladi, mana bunaqa rasmlarni, yoki o'sha ChatGPT da yasasangiz bo'ladi, yoki Photoshopda bittalab o'zingiz sozlab chiqsangiz ham bo'ladi. Buni ham video davomida ko'rsatib beraman. Xo'p, demak, ikkinchi kanal, bu kanalda ham polibom monetizatsiya bor. Xo'p, reaksiyani ko'ryapsizlar, oddiy o'zining reaksiyasini qo'shgan xolos. Keyingi yo'nalish, disclaimer chiqdi. Boshdayoq disclaimer. Bir oy avval qo'ygan video 250,000 marta ko'rilgan va like'lar tabiiy. Ya'ni boshida gapirdi o'zi va o'zini mana bu joyga qo'yib qo'ygan xolos. Buni kattaroq qo'yib qo'yish yaxshiroq va hozir aytganimdek mana gapiribdi. Gapirgani yaxshiroq va video orasida mana gapirib o'tiribdi. Ya'ni
videoni sharhlab o'tiribdi degan ma'noni beradi. Demak, bu kanalda 23 ming obunachi bor ekan. Jami 40 tagina video qo'yibdi. 40 ta video bilan 9 million prosmotr to'plab qo'yibdi. 8-sentyabrda boshlangan ekan. Oyiga 2000 dollar примерно ishlab topar ekan mana shu kanal. Buni har kim qila oladi. Qaranglar, deyarli video qo'ymay qo'yibdi, lekin polibon bu kanalda monetizatsiya bor. Mana yana o'sha amaki, mana shu mem va memlarni juda ko'p ishlatadi bunaqa kanallar, e'tibor qaratinglar. Internetdagi eng prikolniy rasmlarni tortib oladi va Photoshopda mana shu rasmlar bilan birgalikda ishlaydi. Buni ham video davomida aytganimdek ko'rsatib beraman, mana ko'rishlar mumkin. Mana o'zi reaksiya qilib o'tiribdi. Demak, keyingi kanalga o'tamiz, xuddi shu tartibda. The best funny video compilation. Mana videoni oldidan, ya'ni o'zi gapirish kerak dedim, aytganimdek mana gapiryapti. And if you laugh, you lose. Tepa reaksiyasini ko'rsatadi bu yerda. 2 million 300 ming obunachi bor ekan kanalda. Shorts formatdagi videolarni long qilib yiqqan bu kanal. Xullas, kulgili videolarni yiqqan. Endi biz nima qilishimiz mumkin? Endi biz bu yerga funny video deb yozadigan bo'lsak, kulgili videolar chiqib keladi. Faqat bitta narsa qaranglar. Maxsus bitta kanal uchun tayyorlangan videolarni olmaysiz. Ya'ni bitta avtor spetsialniy o'zi kamerada podstava qilib olingan videolarni olmaysizda. Siz faqatgina internet tarmoqlarida tarqalgan mana bunday, mana yana bitta kanal, Bako. 6 kunda 500 ming prosmotr bo'lyapti, qarang. 6 kunda 500 ming prosmotr va 53 ta video bilan 47 ming obunachi 18 million prosmotr to'plab yuborgan. Qaranglar, prosta reaksiya xolos. Videoni qaranglar. Ko'pchilik o'zini ko'rinishidan, o'zi kameraga chiqishdan uyaladi. Yo, uyalsalaring o'tiraverasizlar. Mana, ko'ryapsizlar? O'zini chiqarib qo'ygan. Gapiryapti, welcome to my channel deb. Endi biz nima qilishimiz mumkin? Bu kanalni ham misol tariqasida ko'rsatib o'tib ketdim. Biz misol uchun mana bunaqa o'zini ko'rsatmaydigan kanallar bor. Mana bu kanal bor ekan. Xo'p, bu videosini olsak bo'ladi, lekin biz. Xo'p, mana bunaqa kanallar bor, lekin u kanallardan olmaymiz. Ya'ni katta kanallar, spetsialniy kameralar o'rnatgan, podstava qilgan unaqa videolarni olmaymiz. Odatda mana bunaqa yig'ma videolar bo'ladi-ku. Shunaqa videolarni olishimiz mumkin. Shunaqa, ya'ni shunga o'xshagan funny video chiqaradigan kanallardan bemalol olib, videolarni to'plab, ko'pgina qilib olasiz, CapCutga solib va mana shunaqa bo'lak-bo'lakka bo'lib chiqasiz videolarni. Va o'sha misol uchun 15 ta videoni qatma-qat ustma-ustun qo'yib oladigan bo'lsangiz, CapCutda hammasini kesib orasidan olib, foydalanib, o'zingizning videoyingizni tuzib chiqasiz. Xo'p, hozir primerni ko'rsatib beraman bu narsani. CapCutga kiramiz. Mana CapCutga kirdim. Yangi oyna ochib oldim. Prosta tak primerni ko'rsatib bering. Hop, mana shu deb hisoblaylik, mana. Shu deb hisobladik. Buni mana bitta tepaga chiqaraman. Mana bu qalamcha turgan qator, bu bizning videoyimiz tushadigan qator. Bu qatorni bo'sh qoldiramiz va mana bu videoni ustiga misol uchun yana ko'pgina videolar tashlab olamizda, mana bunday qilib mana. Ko'pgina videolar tashlab olamiz va videolarni misol uchun mana ko'zni bosib chiqsak, o'sha qator ko'rinmay turadi. Ko'zni bosib chiqamiz. Bosib chiqqandan keyin misol uchun mana bu videoni olib kelamanda, mana bu joyidan mana bu joyigacha bo'lgan vaziyatda qiziq joyi bor. Buni olamanda, mana bu o'zimni videoyimni yig'ishni boshlayman. Endi mana bu qatorga ko'z yumaman-da, mana bu qatorga ko'zni ochib turib, bu videoni misol uchun mana bu boshrog'idan, mana bu joyidan bu joyigacha bo'lgan oraliqda kulgili joyi bor. O'shani olaman mana. Endi bunga ham ko'zni bosaman. 3-qatorni ochamanda, 3-qatorda mana bu joyidagi qaysidir kadr menga yoqdi, kulgili tuyuldi. Bu joygacha bo'lgan kadrni olib, xullas shunaqa tarzda, xuddi shu tarzda o'z videoyimni tayyorlashni boshlayman. Ya'ni har bir videodan qiziq joylarni kesib olib, o'zimni mana bu pastga videoyimni tuzyapman, mana ko'ryapsizlar? O'zimni videolarimni tuzyapman mana. Tuzib chiqqanimdan keyin bu videolar o'rtada bo'ladi. Boya ko'rganimizdek, YouTube'da ko'rganimizdek mana bunday o'rtada bo'ladi. Endi buni tuzib chiqamiz o'zimizning videoyimizni. Endi tuzib chiqqandan keyin Adobe Photoshop degan dastur kerak bo'ladi bizga. Ana Adobe Photoshop 2023-yil versiyasi bor menda. Xo'p, yangi oyna ochish, mana Create New 1280 ga 720.
1280 ga 720 faqat bu pikselda turadi va ochish tugmachasini bosganimizda yangi oyna ochiladi Adobe Photoshopda va biz o'zimiz rasm yaratib olishimiz kerak. Ya'ni qanaqa qilib rasm yaratib olamiz? O'sha boyagi amaki turgandiku ko'k kiyimda. Hozir o'shani ham ko'rsatishga harakat qilaman agar mana shu kanalda bo'ladigan bo'lsa. Hop, bu kanalda yo'q ekan. Mana shu rasmlarni ham olishimiz mumkin-da biz. Mana bu rasmlardan foydalanishimiz mumkin. Faqatgina o'sha kadrni videoni orasiga biz qo'shib yuborishimiz kerak. Mana bu amakining rasmi kerak bizga. Xo'p, endi bu amakining rasmini qanday olamiz videodan? Поделиться, копировать. Buni shunday nimaga kiritamiz? Save YouTube bot degan bot bor. Save YouTube botga tashlasak videoni silkasini. Videoni previewsini bizga chiqarib beradi hozir mana. Videoni previewsini chiqarib beradi. Olishimiz mumkin hozir. Davay chiqarib ber. Xo'p, mana Save YouTube bot. Bu botga tashlaymiz bo'lmasa. Nimaga bu kechikdi? Save YouTube botga tashlaychi boshqatdan. Xo'p. Izlaydi botga tashlab ko'ramiz. Xo'p. Kelinglar boshqacha yo'lni qilamiz. Windows Shift mana rasmini chiqarib berdi aytganchilik. Xo'p, mana skonchani o'ng tarafi сохранить как va загрузки papkaga buni skachat qilib olaman mana. Skachat qilib oldim. Endi qiladigan ishim reve.com degan saytga kirishim kerak. reve.com degan saytga kirdim. Plusni bosdim. Bosganimdan keyin hop, ozgina kutib turaman. Upgrade kelib qopti. Hop. Kelib boshqa akkauntdan kiraman. Reve. Bu video deyarli montaj bo'lgani yo'q hisoblanadi. Ya'ni mana bu video olayotgan jarayonim umuman montaj bo'layotgani yo'q. Bittada olinyapti. Hop, reve.com ga kirdim. Upload file. Mana bu amakining rasmini tashladim mana. Просто go deb yozdim. Yuklab olsin bu rasmni. Yubordim. Yuborganimdan keyin mana bu rasm ustiga bosaman. Mana o'zim yuborgan rasm ustiga bosdim, ko'rdinglar-a? Alhamdulillah. Endi men bu rasmdan nimalarni olib tashlamoqchiman? Mana bu emojini olib tashlamoqchiman. Emoji ketdi. Mana bolani olib tashlamoqchiman. Olib tashladim. Mana qizni ham olib tashlamoqchiman. Olib tashladim. Va bo'ldi. Apple'ni bosaman va rasmni hozir boshqatdan menga ishlab beradi. Boshqatdan rasm ishlab beradi. Xo'p, yana nimalar qilamiz? Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Sizlarga juda ham foydali video tayyorlashga harakat qilyapman. Faqatgina oxirgacha ko'rayotgan bo'lsanglar bo'ldi. Shuning tushunmay qolmanglar nima tayyorlayotganimizni. Mana amakim o'zining rasmi qoldi. Xo'p, bo'ldi, buni skachat qilib olaman. Adobe Photoshop ochdim. Adobe Photoshop ochganimdan keyin загрузки bo'limiga o'tdim va mana bu rasmni tashladim men. Va buni kattaytirdim men. Buni ham mana kattaytirdim. Mana shu amakini rasmi bu yerda qoldi. Mana bu bosganimdan keyin mana bu tugmachaga bosaman. Kimdadir mamda bo'lishi mumkin. Bunga bosaman. Select, subject. Subject qiladigan bo'lsam, shuni o'zini kesib beradi. O'zini kesib berdi. Ctrl J qiladigan bo'lsam, rasmni o'zini tepaga chiqarib berdi. Ko'zchani bosdim. Endi bosganimdan keyin men bitta ramka qilishim kerak-da. Misol uchun, mana shu rasmni o'zi turibdi. Mana ko'zchani yana olib qo'ydim. Ctrl T qiladigan bo'lsam, ya'ni rasmni ushlaydi. Ctrl T mana rasm ushladi. Buni endi men bunday qilib tortib bu yerga olib kelaman, mana bu yergacha. Okay. Endi sichqonchaning o'ng tarafi blending options plus color overlay qilaman va oqqa misol uchun ko'k qilib qo'yayman, mana bu rangga qilib qo'ydim. Yoki umuman mana pushti rang qilib qo'ydim mana. Pushti rang qilib qo'ydim. Mana amakining orqasi mana pushti rang bo'ldi. Mana. Amakining orqasi pushti rang bo'ldi. Bo'ldi. Bu rasm qoldi misol uchun bizda. Endi mana bu joyga nima qo'yaman? Men mana shu faylni saqlanib qilib qo'yadigan bo'lsam, misol uchun mana shu formatda saqlanib qilib qo'yadigan bo'lsam, har doim videoyimni previewsda ishlatishim mumkin. Mana shu formatda, ya'ni mana bu qismi PNG formatda qolishi uchun file, save copy, ramka deb turib, ramka png deb turib nomladim va buni yana PNG formatga qo'yib turib, сохранить,
okey qilaman. Endi bu nima beradi menga? Misol uchun meni videoyim bor. Hozir videoyimni tayyorladim. Tayyorlab eksport qilganimdan keyin Photoshop orqali men rasm tayyorlamoqchiman videoni ustiga. Create New yana 1280 bosganimdan keyin misol uchun men internetdan birorta qiziqarli, kulgili rasm olmoqchiman-da. Deylik, fanni videoni boshqatdan qidiraylik-da. Misol uchun birorta kulgili rasm olmoqchiman. Misol uchun mana buni yoki mana buni olmoqchiman, mana. Bola velosipeddan tepa yiqilyapti. Buni olmoqchi bo'lsam, 3 ta nuqta, поделиться, копировать va misol uchun bu yerga qayta tashlayman men. Tashlaydigan bo'lsam rasm chiqarib beradi. Rasmni saqlanib qilaman. Mana. Rasmni saqlanib qildimda Adobe Photoshopga o'tib turib, buni загрузки bo'limidan rasmni tashladim. Bu sizga qiyin tuyulishi mumkin, lekin juda ham oson. Juda ham oson. Faqatgina o'rganib olguningizga qadar qiyin bo'lishi mumkin. Mana bunday holatda, mana bunday holatda rasmni qo'ydim. Okey. Va ustidan mana shu rasm tanlanib turibdi. Mana bu boya tayyorlab olgan ramkamizni mana bunday tashlaydigan bo'lsak, previewimiz tayyor. Yana nimadir qo'ymoqchi bo'lsak, emojimi, boshqa narsami, misol uchun adashmasam Telegramdan ham qilsa bo'ladi shu narsani. Emoji mana yoki mana bu kulgili emoji. Kulgili emojini shuni olamiz. Ctrl S, Photoshop, bu yerga text qilib turib, shunday qilib turib, Ctrl V qiladigan bo'lsam, mana emoji tushdi. Ctrl T ya'ni rasmni ushlaydi. Mana qo'yildi, bo'ldi. Rasm tayyor. Endi buni biz fayl, save copy, misol uchun birinchi videoni rasmi deb turib, buni JPEG formatga qo'yib, saqlanib qolaman, bo'ldi. Shu bilan videomizning rasmi tayyor. Videoni ramkaga solmoqchi bo'lsangiz, xuddi anu misol uchun blogerlar qilayotgandek ramkaga solmoqchi bo'lsangiz ham deyarli shunaqa formatdan foydalanasiz. Create New 1280 va misol uchun videoni qaranglar, mana YouTube ga chiqqan videoni qaranglar. Mana bunaqa, mana ikki tarafi ya'ni xiralashgan rasm. Buni biz misol uchun mana bunday formatda screenshot qilib olsak bo'ladi-da. Windows Shift S bosib screenshot qilib olsak bo'ladi. Mana screenshot qildik. Telegramga tashladim buni. Telegramga tashlaganimdan keyin mana Telegramda buni skachat qilib olaman. Photoshopga o'taman. Photoshopga bu rasmni aynan tashlayman mana. Kattalashtiraman. Rasmni kattalashtirganimdan keyin mana bo'ldi. Endi Ctrl J qiladigan bo'lsam rasm kopiya bo'ldi. Ctrl T qilsam rasmni ushladi. Misol uchun men har doim mana shuncha orasida qilmoqchiman deylik. Ya'ni mana shu joyda, mana bu joyda har doim men turaman. Ya'ni o'sha meni o'zimni reaksiyamni qo'yib qo'yaman bu yerga. Sichqonchaning o'ng tarafi blending options. Misol uchun mana deylik, mana bunaqa rasm tayyorlab oldim chekkasiga, qanaqadir bunaqaroq yoki mana bunaqa ochroq rasm rang tayyorlab oldim mana. Okey. Okey. Va mana shu rasmni Ctrl J T qiladigan bo'lsam, Ctrl J T bilan kopiya qildim va mana bu bo'limga olib o'tdim. Bu meni mana bu ikkala qism meni kanalimni, ya'ni ramkasi hisoblanadi. Mana buni bosaman, ko'zni bosib qo'yaman. Ya'ni o'rtasi har doim mana shunday shaxmat holatda, ya'ni PNG holatda turishi kerak. Bu nimaga kerakligini ham hozir tushuntirib o'taman va ustidan kanalimizning emblemasini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun meni kanalim deylik, FVP degan kanal, FVP. Mana Ctrl T bilan mana buni ushlayman. Endi ko'pchilikga bu narsa qiyin tuyulishi mumkin, to'g'ri. Oson narsa emas, lekin birato'la sizlarga imkon qadar mukammalroq narsa ko'rsatishga harakat qilyapman. FVP, Ctrl J T. Misol uchun mana FVP ni olib o'tib qo'yadigan bo'lsam, bo'ldi, meni kanalimni mana shu tipa nimasi? Nima deyiladi? Kanalimni brendingi tipa shu. Mana FVP meni kanalimni brendingi bo'ldi. Va bu narsani fayl, save copy, xohlasak nomlab, PNG formatga qo'yib, saqlanib, okey qiladigan bo'lsak, bu narsa nimaga kerakligini ham hozir tushuntiraman. Misol uchun boya tushuntirdim, videoyim asosan o'rtada. Importirovat mana bu ramkani videoni ustiga tayyor bo'lganda mana bunday qo'yib yuboradigan bo'lsam, har doim videoyimni mana shu ikkita ramka o'rtasiga solib beradi. Har doim videoyim har xil bo'lmaydi. Har doim ikkita ramkani o'rtasida turadi va mana bu qismga o'zimning reaksiyamni qo'yib yuboraman, bo'ldi. Shu bilan video tayyor do'stlar.
YouTube'ga yuklasak, chiroyli nom qo'ysak, 2 kunda, 3 kunda bitta uzun video qo'yib tursak va reaksiyamiz kulgili bo'ladigan bo'lsa, video tayyor. Xo'p, vaqtlaring sarflab ko'rgan videolaringga rozi bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar.